Assalomu alaykum barchaga. Bugungi savolimiz boshlanish, demak, modulli tenglamelar ham tengsizliklar sistemasi. Endi biz faqat modul nimaligini biladiga öğrendik. Modul nimaligini öğrendik, modul qayta ishlanadiganini öğrendik, modul tenglamesini ham tengsizligini ham öğrendik. Endi bugungi temamizda hech qanday formula yo'q. Biz faqat modul tenglame qayta ishlashi kerak, tengsizlik qayta ishlashi kerakligini öğrenib oldik. Faqat modul hakkında belgelerimizin versin. Bugün temaga qo'llaymiz. Demek, birinchi misoldan qarasak, birinchi misolda bizlarda funksiyanın aniqlanma oblasini so'rayotgan ekan. Funksiyanın aniqlanma oblasini hozircha o'rgatmayman. Funksiyani o'zi funksiya degan tema bor bizda. Shu temaga kelgan vaqtda funksiyanın aniqlanma oblasti ma'nosi ko'plagan barsin so'qqa o'rganib ketamiz. Hozircha bu kerak emas. Tashlab ketaversak bo'ladi. Ikkinchi misoldan qarasak, ikkinchi misolda A'ning qanday qiymatlarda sistema yagona yechimga ega deydi. Bizlarga A degan parametr aralashib ekanda, x, y dan chiqadi, A degan parametr. A'ning qanday manzillarida tenglama sistemasi yolg'iz yechimga ega bo'ladi deydi. Endi buni hozir variantdan foydalansangiz ham bo'ladi. Variantda 5 variantda bo'yinga kelib qo'yib A'ning o'rnida sistemani sheshib ko'ramiz. Sistemani sheshgan vaqtda qaysi biriga yolg'iz yechim bo'lib qoladi. Ya'ni x dan bir yechim chiqadi. X dan topganingizdan keyin x o'rniga qo'yib qo'ysangiz y dan chiqadi u. Bu vaqtda endi bir yechim chiqib qoladi. Tushunarli? Ya'ni x dan x yechim, y dan x yechim chiqib qolma bo'ladi-da. Shunday. Endi yaqinman dokumentarniy yo'l, bu istalgan yo'l kerak desangiz, bunda o'ylab ko'rganda qarang. Mana shu yerda bizga modul aralashgan ekanda, modul bizni bilamiz, modul qandaydir sanga teng bo'lib qolsa, uni masalan modulda x bilan, modulda x qandaydir 5 degan sanga teng bo'lib qolsa, x teng 5, x teng -5 ashlatadi bu. Demak, x ga x yechim chiqib qoldi deganda bu y ga x yechim chiqarib beradi. Ya'ni x ning o'rniga 5 taqab qo'ysam, masalan, bir yechim chiqarib beradi. X o'rniga -5 taqab qo'ysam, yana boshqa yechim chiqarib berishi mumkin-da. Endi hozir buni chiqarib berishimcha, endi uni bilmayman. Ko'ramsiz. Endi qarang. Buning uchun bizlarda mana modulda x degan sanim endi modul bo'lmaganda mana bir yechim chiqarib beradi dedi. Ya'ni modul qachon bir yechim chiqarib beradi desa, modul 0 ga teng bo'lgan vaqtda. Qarang. Modulda x da men teng 0 deyman. Sonda x teng 0 degan bir yechim chiqarib berdi. Agar aytsam masalan, nega aynan 0 ga teng hisoblaysiz? Nega 5 ga emas, nega 10 ga emas desa, sen aytdi-ya uni. Bir sanga teng bo'lsa, plus minus qilib chiqarib beradi. Bu yechim chiqib qoladi. Bu bizga kerak emas. Bizga aytib atashatindi, a'ning qanday emasligini tengli bir yechimga bo'lib turadi. So'ng shu 0 ga teng hisoblayapman. Endi qarang, yana biz aytib ketdik, sistemani sheshayotgan vaqtda misalga modullarni masalan 3 ga qo'yib ayirib o'tsak bo'ladi, misalga y to'g'ri desangiz. Bo'lmasa x to'g'ri desangiz, y to'g'ri desangiz, 2 ga qo'yib ayirsangiz bo'ladi. Agar misalga nada moduli yo'q bo'lsa-da, misalga men 3 ga qo'yib turib ayirib beraman deb o'tirman. U qat'iy bo'ladi, u joydan chiqmaydi bundan. Birov modulsiz bo'lib qolsa, uni ayirishga bo'lmaydi. Ikkovidan modulli bo'lsin, yoki ikkovidan modulsiz bo'lsin-da. Soxta ayirishga bo'ladi. Sistema sheshiga bo'ladi. Endi x teng 0 degan yechim chiqdi-ya. Bu x teng 0 deb shu qarshisidan aparib qo'yaman. Aslida aparib qo'yaman, 2 belgisiz bo'lib qoladi bari. To'g'ri tog'lab qo'yaman. So'ng shuni yuqoridan aparib qo'yaman. Nega aparsam 0 bo'lib qoladi? Plus y teng 2. Soxta y'imiz 2 degan yechim chiqadi ekan. Endi x'im bor, y'im bor, uni aslini aparib qo'ysam bo'lmaymi? 0 plus 2 qo'yilgan 2 teng a. Bunda a'imiz 4 ga teng bo'ladi ekan. A'ning 4 degan ma'nosida tenglamalar sistemasi yolg'iz yechimga ega bo'ladi. Demak, shunday ekan. 6-chi savolga qaraymiz. Demek 6-chi so'rovda tengsizlikni yeching deb qo'yibdi. Bu bizlarda qo'sh tengsizlik bo'ladi. Qo'sh tengsizlik nima degan biladi.
Endi mынаны системага жайып алайын. Бірінші не алатын едік, модульда x-ті ортадағысын жай ала алатын едік та, оны үлкен деймін 1-ден. Қарап, мынау теңсіздік белгісі модуль x-ті қарап тұрды. Мен мысалы осылай қаратып қойдым да, үлкен 1-ден деп жатыр. Мен және модуль x жазып аламын. Ол кіші деп жатыр, кіші деп қойдым, 4-ден. Система болатын. Система болды. Енді біз жоғарысында теңсіздігін өткен сабақта үйреніп бір мәрте x-ті үлкен 1 деймін, x-ті кіші минус 1 деймін, дұрыс па? Енді өткен сабақта біз айтып кетіп едік, егер модуль жағы үлкен болып тұрған болса, ол система болмайды, яғни 4-меш система болады еді. Жолдар кесіліспесе де алып кете береді деген жауап бұл. Енді астындағы система болады өз-өзінен, модуль жағы кіші болып тұрса система болады бұл. Онда x кіші 4-тен, x үлкен минус 4-тен. Бұл система болады бізде. Енді бұлар ұлмағы бірлестіру керек. Біріншісіне кім көреді қара? Минус 1 и 1. Минус 1-ден шепке жүремін деп жатыр, қарап кетті. 1-ден 10-ға кетті. Егер кесіліспе алды, тастап кеткен бос көпірікте, ол қате болады. Енді мына кісі минус 4-тен 4. Минус 4-тен 10-ға кетті. 4-тен шепке кететкен. Үйгенің оңа кесіліс қалған жер мынау. Енді біздерге мына екеуі мына мысалдан шықты. Ол системада еді. Система дегені екеуі үшін ұлма жол сәуле керек. Яғни кесіліскен жерін алуымыз керек та. Енді одан не екеуін біріне кесіламын. Сол кесіліскен жер жоқ болады біздерде. Ана система болған үшін. Ол үшін біріне кесілуіміз керек. Минус 1, одан 1. Одан екі шетке алып кетіп еді. Минус 4-тен, минус 4 не аңда болады? Плюс 4 не аңда болады? Екеуінің арасы деп жатыр. Екеуінің кесіліс қалған жер мінер. Мінерде де бар негізі. Бірақ кесіліспеген жерді мінерден кесіліспеген қайтыр. Онда жоқ қандай болады десе, минус 4-тен минус 1-ге ешкім. Минус 4. Ешқайсысы кірмейтін екен, кірмейді, кірмейді. Бірігуі 1-ден 4-ге ешкім болады екен. Bizde cevabımız ısı болады. Aldığınız şartında barmaydı. Tensizlikten yetişin деп қойған екен болған. Енді сондай болады. Сегізінші мысалда теңсіздіктер системасын шешің деп қойдық. Енді бұл теңсіздік, жаңа бізде теңдемен шешіп едік, енді теңсіздік жағдайын көрейік. Қараңыз. Бізде мынау тайм тұрды өзі. X 3-тен, үлкен әкеттен 3-тен деп қойды. Ол тайм. Енді бізде астынан үстеміз керек. Астындағын өткен сабақта көріп теңсіздіктерде модуль жағы кіші болып тұрса, ол система болады деді. X минус 3 кіші әкеттен 1 деймін. X минус 3 үлкен әкеттен минус 1 деймін. Дұрыс па? Бұл система болады деді. Бұнадан шыққан жауапты жоғарысына бірлестіріп қойым керек ақырында. Неге десеңіз, олам системадан шығып тұрды ғой. Системаның ішінде және бір система бар да. Системаның ішінде және бір система бар. Демек, бұдан келіп шығады x кіші әкеттен минус 3-ға плюсқа өткізсем 4 болады. X минус 3-ға плюсқа өткізсем үлкен әкеттен 2 болып қалады, дұрыс па? Система болады. Енді мынаны сызып көріңіз. 2 һәм 4. 2-ден 10-ға жүремін деп жатыр. 4-тен шетке қарай жүремін деп жатыр. Екеуінің арасы болып қалады екен, Яқылар керек емес бізде. Мысалы, мынау есе 3-тен 10-ға жүремін деп жатыр. 3-тегі мінерлердің ортасында болады, шамамен. Яқылар кетті. Енді осы екі нені бір неге сызуым керек. Неге десеңіз, бұл системада еді. Соның үшін бір неге сызуымыз керек. 2 менен 4-тің арасы еді. Соның үшін бұлай сызып қойсаңыз болады, бұл арасы. Басқа жағы керек емес, қосылығына шетілер керек емес. Соның үшін арасын сызып алдық.
Endi buni aytadi. 3'ten 10'ga жүрмін деп жатыр. 3 деген ортада, Bunday qarab ketdi. Endi nereden qarab da birden tushungan adam aytuvi mumkin. 3'ten 4'ga дейін deb aytsa da bo'ladi deb mana. 3'ten 4'ga chiqadi. Demek 3 biz yerda kiradi. 4'ten kiradi degani. Bu sheshim bo'ladi ekan. To'g'rinchi so'rovga qaraymiz. 9-chisini so'rovda bizlarga usanatmadan x plus y ni toplaymiz deyapti. X plus y ni qarab. Bu yerda sistema ayirib bersak bo'ladi ekan. Ikki modul y'lar turibdi, o'tayib. Birini ayirib bersak yo'q bo'lib ketadi. Demak, yana bir zat kvadrat turgan joyga modul qo'ysam bo'ladi edi. Birdan qo'yib ketik. Modul qo'yib bersam bo'ladi. Modulda x minus y'ning kvadrati. Bu zat aldin o'rganib qo'y. Minus x minus y. Demak, qanadan ayirayotganda now ayru now. Nada ayru now. Çok kötü bunu. Onca yazsam bo'ladi. Teng bo'ladi. Shunda 4 dan 2 ni ayirsam 2 bo'ladi. Tushunarli qo'ya. Endi qarasak bu belgilab kelib qoldi. Buni zatda men t deb belgilab olsam, bu t ning kvadrati bo'ladi. Unda modulda x minus y ni t deb belgilab olaman. Unda now t kvadrat bo'ladi. T kvadrat minus t y ni minus kvadrat qilsang, minus y teng 0 bo'lib qoldi. Endi ratsional tenglamada qoldi. Endi mana shu kelsak, t minus y t plus 1 o'zi bilan teng 0 ga. Endi bu yerda t teng bu yerda 2 chiqadi, t teng minus 1 chiqadi. Tabar teklar tagini, tabar teng. Endi bizga t kerak emas edi, bizga x kerak. Unda buni olib nega qo'yaman? Modulda x minus y teng 2 ga deyman. Modulda x minus y teng minus 1 ga tenglashtirib ko'ramiz. Endi bizning shesh biletni tenglamaydi biletniga. Odan 2 sheshim chiqadi. 2 niga ayirib x minus y teng 2 deyiladi. X minus y teng minus 2 deyiladi. Endi bundan topib bo'lsak, x teng minus 2 ga plus o'tsa 4 bo'ladi. X naqa o'tsa 0 bo'ladi. Hozircha x sheshim bor. Endi bundan qaraymiz. X minus y teng minus 1 deydi. Modul hech qachon minusdan teng bo'lmaydi dedi. Unda nima bo'zqoplik? Bizda 4 yoki 0 degan sheshim chiqadi ekan. Endi biz hozir x ni topdik. Endi y dan topib ko'rdik. Bizda negatsiya x plus y so'ralgan. Unda men asli topib qo'ysam bo'ladi ekan. Nerga x ning o'rniga 4 qo'yaman. 4 topgan 4 bor. 4 topib qo'yaman. 4 dan 2 ni ayirsam 2 bo'ladi. Moduldan 2 chiqadi. 2 plus modulda y teng 2 ga. Unda y'lar hisob ketdi, bir round ketdi. Modul y teng 0 ga, y teng 0 bo'ladi. Ya'ni x ga 4 qo'ygan vaqtda y 0 chiqdi. Endi ikkinchi x'ni bor-ku menda. Ikkinchi x'ni nima qilib qo'yib qo'yishimiz kerak? 0 qo'yib qo'ysam, 0 ning o'rniga minus 2 bo'ladi, moduldan 2 chiqadi. 2 plus modulda y teng 2. Bundan ham 0 chiqadi ekan. Unda y teng 0 bo'ladi. Qara, endi biz sheshimni yozgan кезде, mana koordinata usulini yozib qo'ysak bo'ladi. 4 chiqadi, y 0 bo'lsa. X ni 4 qo'ysak y 0 chiqadi. Ham x ni 0 vaqtda y 0 bo'ladi ekan. Shu vaqtda men chechib bergan edi. Bu x plus y. X plus y so'rayapti edi qanday bizda. Agar qara, x ni 4 bo'lgan vaqtda y 0 bo'ladi. Javobi 4 bo'ladi. Y ikkinchisida x 0, y 0. 0 plus 0 teng 0 bo'ladi. Onda 4 yoki 0 chiqishi mumkin ekan-da bizda. Bu javob bizda 0 yoki 4 degan D javobda bor ekan.
10 so'rov. 10 so'rovning bir yaxshi misol. Biroq biz oldin bunday misollarni ko'rganmiz. Biroq modulsiz variantini ko'rganmiz. Endi modul yapamiz qanday bo'ladi? Endi shart ne deyapti? Tenglama sistemasi necha sheshimga ega deyapti. Endi necha sheshimga ega ekanini bilish uchun birinchi x yig'ini topib qo'ydik. Agar bar bo'lsa, qarang. Bunday misollarda biz qarang. Kvadrat turgan joylarga modul qo'yib ketsam bo'ladi. Aslida tenglama qiladi. X modulda x ning kvadrati plus modulda y ning kvadrati teng 4 ga. Endi buna qarasak biz 7 formulada 8-formula bor edi. A kvadrat plus b kvadrat. Sol bo'yicha ashamandan. Qanday edi u? Modulda x plus modulda y ning sirtlay kvadrati minus 2 modulda x modulda y teng 4 ga. A kvadrat plus b kvadratda biz a plus b ning sirtlay kvadrati minus 2 ab darajasida qo'yib. Bu shunday o'tibdi. Endi hozir nega plus bo'yicha ashib ketdi desa, buni istay tushunmaydi. Endi minusligida bor 9-formulasi. A kvadrat minus b kvadrat a kvadrat plus b kvadratning minusligida bor. Ne minus bo'ladi, ne plus bo'ladi deydi. Onu bilamiz. Hozir yuqorida plus bergan uchun nima bo'yicha ashdim. Endi mana o'rniga 1 qo'yib ketsam bo'ladi, yuqorida berilgan o'ziga. 1 ning kvadrat 1 bo'ladi. Minus 2 modulda, qarang, modullar qo'yib turgan bo'lsa, ikon 1 niga alsak bo'ladi 1 modul. X qo'ytirilgan y teng 4 ga. Mana modulda nima qilib o'tkazing? 2 modulda x qo'yilgan y teng 4 ni nima minus qo'yib o'tkazing? Minus 3 ga. Do'stlar, onda modul x qo'yilgan y 2 nima bo'linsa minus 3 bo'lingan 2 bo'ladi. Ya'ni minus 1,5. Endi qarasak, modul minus sangatdan qoldi. Bu o'tirgizadi. Unda bo'lmaydi deb biz. Bunda tengsizlik sistemi shishimga ega emas. Degan javob bo'ladi. 12-so'rovga qaraylik. 12-so'rov. Agar deydi, o'sha sistema bergan bo'lsa, san o'g'inda x ham y sanlar arasidagi araliq so'rayapti. X ham y sanlar arasidagi araliq so'rayapti. Necha bo'ladi? Endi qara. Bu misolda yuqori beti yig'jam birdan kvadrat ko'tarib bersam bo'ladi. Sonra qo'yapman. Agar sen hozir yerda formulaga qo'yatda ko'paymas bor ekan, sen o'rniga kelib qo'ysam, nazar topib bo'lmaymi? Aldingi misol asosida. Biroq nima minus olib keldi? Bu da plus edi. Yig'jam kvadrat ko'tarib bersin. Modulda x kvadrat plus 2x y plus y kvadrat teng 25 bo'ladi. Endi nani qasnaga oling? X kvadrat plus y kvadrat plus 2x y modul javobda teng 25 ga. Endi nani qarang. Nani minuslik bo'yicha yashaman degansiz, sizlardan minusni so'radi. Pluslik emas. Pluslikni ashqan men pluslikni foydasi yo'q-da menda. O'zi so'rayotganini javob olgan, kerak emas bo'ldi, uni ochib qo'ying. Mana shu a minus b ning sirtlay kvadrati plus 2ab plus qarang. Mana formula mananing o'zida o'zi. Shu boshlatni 9-formula bo'lsa-da. 7 formula deb aytib qoldim. 7 formula, 9-formula. 2x y moduli bor. Teng sol 25 ga. So'yga shuni tushunib bo'ldi-ku. Endi mana jinab qo'ying. Modulda x minus y ning sirtlay kvadrati plus 4x y maymi? Modul javobda teng 25 ga. Nega qo'shishganmi bizga? Endi bizga qo'ymasi bor. Buni nima kelib qo'ysam bo'ladi? Mana olib turib nega qo'yaman? Modulda x minus y ning sirtlay kvadrati plus 4 qo'yilgan 4,75 teng 25 ga.
Endi modul x minus y kvadrati plus 475. Tak, 475 ni 4 ga qo'ysak 19 bo'ladimi? 19 bo'ladi. Teng 25 ga. Endi buna modul, naq modulsiz. Modul qanaqadir sanga teng bo'lgan bo'lsa, uni plus minus qilishatiga. Uni 2 marta tashlaymiz. X minus y sıqlay kvadrati plus 19 teng 25 ga deyman bir marta. X minus y sıqlay kvadrati plus 19 teng minus 25 deyman. Bir marta plus, bir marta minus qildim. Endi x minus y sıqlay kvadrati teng mana minusga o'tsa 6 olib qo'ymayman. Unda ikkichani kvadrat berib beraman. Koren berib beramanda x minus y teng koren ostida 6 bo'ladi. X minus y teng minus koren ostida 6. Kvadratdan har doim plus minus chiqib chiqadi. Zning kvadrati 6 desa plus minus koren ostida 6 degan javob beradi qo'l. Demak so'zlarda biraz ne qo'yishdi. Endi buni qaraymiz. X minus y sıqlay kvadrati teng plus 19 ni ham minus o'tsa minus 25 minus 44 bo'lib qoladi ekan. Kvadrat hech qachon minus sanga teng bo'lmaydi. Bu o'tirik. Bu yo'q bo'sqorlik. Bu yoqda chechim yo'q. Endi qarasak javobda bizga nima deb qo'yadi? X va y sonlar orasidagi masofani toping deb qo'ydi. Endi qarang, biz xatolar berib arasındagi masofa degadir. Masofa araliq minus 2,5 degan zat bo'lmaydi. Minus 10 degan zat bo'lmaydi. Aralig'imiz plus bo'ladi har doim. So'shin no qanday bo'ladi? Bizda do'rsam no. Aralig'imiz har doim plusdan bo'ladi. So'shin korelasida 6 ga teng bo'lib qoladi. Bu 12-chi savolning javobi. Demak, so'ng meni modul bo'limini javob. Endi bunday qaraysiz, keyingi savolda toza bo'lim boshlaymiz. Demak, bugungi savolimiz o'sha ma'noda jetdi. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.